Bugun avtomobillarda tashi granatasi nima uchun tez ketadi? Buning 5 sababi va buning narxi, bu ketgandan keyin qanaqa ovoz chiqarib qoladi. Bugun sizlarga shu haqida ma'lumot beramiz. Bemalol o'rnashib, like bosib olishingiz mumkin. Bu granata nima uchun tez ketadigan sabablardan biri bu granatani sifatsizligi ham bog'liq. Agar siz sifatsiz granata qo'yib qo'ysangiz, bu tez ketishga olib keladi. Va ikkinchi omili bo'lsa o'zini korobkasining ichidan chiqqan salidorlar. Bu salidorlar uncha sifatli bo'lmaganligini hisobiga ham tez ketib qoladi. Bu granata ko'proq yaxshi salidor ishqalanishini hisobiga harakatlanadi. Salidorni iloji boricha mana bu reklama emas akalar. Bu jam salidor bo'ladi. Sifatliligi ham bor, buni 2 xil 3 xili bor. Xitoy ham bor, arzoni ham bor, yana va hokazo. Iloji boricha buni jam koreysi qo'yganlaring yaxshi. Chunki salidor yaxshi bo'lsa, sizlarga umri uzoq bo'ladi tashi granatalaring. Va ne только tashi granata, ichki granata, pachunlaring, shunaqa ehtiyot qismlar. Endi 3-sababi bu granata pinniga bo'ladi. Iloji boricha Cobalt avtomobillarga mana kapron pinni turibdi. Kapron pinni qo'ymaganlaring yaxshi, chunki sababi kapron pinni Cobalt avtomobillarda rul bo'lganida piqillab ovoz chiqarib qo'yadi. Bunga oddiy rezinkali kapcholi pinni qo'yganlaring yaxshi. Bu kapron pinnining ham o'zi hozirgi kunda 3 xili bor, 3 xil, 4 xili men bilganim. O'zbekiston kapron bor, Xitoy kapron bor, Koreya kapron bor, jam kaproni bor. Xuddi shunaqa va hokazo 3-4 xili bor. Iloji boricha keyin bunga xomatlarda ham yaxshilab siqadiganini qo'ygan yaxshi. Agar xomat yaxshi qatmaydigan bo'lsa ham, ikkalasi ichidan salidorlar chiqib ketib qoladi. Endi va nimaga tez ketishini sabablaridan oxirgisi avtomobilni kuzov razmeri bo'ladi. Agar kuzov razmeri joyida bo'lmagan bo'lsa, yo udar bo'lib, ichga kirib qo'ygan bo'lsa, yo chiqib ketib qo'ygan bo'lsa, granata yo tortilib, yo ichkariga kirib, o'zini slobodniy holatida o'ynamagani hisobiga ham granata tez ketib qoladi. Granataning hatto mettakidagi o'qi bor. Agar o'qi qiyshayib qolgan bo'lsa ham tez ketishga olib kelar ekan. O'z aslida granataning kelishining sabablaridan yana biri avtomobilda to'g'ri harakatlarni minishga ham bog'liq ekan. Agar avtomobil to'g'ri harakatlarni, masalan, juda ko'p akalarni hozir rolni bo'lib, ayrimlar hammasi ham rolni bo'lib buksat qiladi, yoki o'ni qo'zg'aladigan buksat qiladi. Bu granataga nagruza keladi akalar. Granataga nagruza kelgandan keyin bu ehtiyot qismi tashi granata tez ketishga olib keladi. Endi bu ketsa qanaqa ovoz chiqarib qoladigan akalarga bu rol burgingizda qartillab ovoz chiqarib qoladi. Misol uchun deylik, siz vazirotga burilyapganingizda qartillab ovoz chiqarib qoladi. Bu yana bir xili bor. Bu Nexia 3 Cobalt avtomobillarda to'g'ri harakatdan ketib qolganingizda ham 1-2 ko'rda qartillab ovoz chiqarib qoladi. Mana shunaqa sabablari ham bor. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, bu Nexia sonsi tashi granatasi bo'ladi. Bu 100 mingdan tortib to 400 ming, 500 ming har xil ehtiyot qismida firmasiga bog'liq. Sredniy shu 150 ming, 170 ming, 120 ming atrofida. Buni yaxshi salidor, pinnik, yaxshi harakatlantirsangiz sizga bu uzoqroq yil xizmat qilib beradi. Agar sizga xuddi shunaqa videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Sizga yana qanaqa shunaqa foydali kontentlar qilib beraylik. Kanalga obuna bo'lib, hali ham like bosmasdan qitmini qiladigan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ysangiz, men xursand bo'laman va ijodda davom etamiz. Joningiz sog' bo'lsin, yuzdan tabassum tarik nimasi. Qayerda xatoga gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin, bunga uzr so'rab qo'yaman, chunki xato qilmagan inson hali hech narsa qilmagan bo'ladi deyman. Nimadir sizlarga ma'lumot berayotganini aslida xursand bo'laman, chunki odamlarni tushunchasini oshirsak, bizga sal bo'lsa ham duo qilib qo'ysa ham bo'ldi. Men o'zi bu reklama emas, akalarim. Faqat insonlarga foydasi tegadigan kontent qilaman deb shu Avtoprofessor kanalini ochganman sizlar uchun akalarim. Sizlar faqat bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin, yuzdan tabassum tarik etmasin. Avtoprofessor kanalini har doim kuzatishda davom etinglar.